A va B ning ko'paytmasi ushbu ifodaga teng bo'ladigan bo'lsa, biz A va B ning eng katta umumiy bo'luvchisini eng katta, ya'ni maksimal qiymatini topishimiz kerak. Bunda qanday ish bajariladi? A bilan B ni ikkitaga ajratib olaman. Bitta e'tibor beradigan joyimiz bor. Qaranglar. Masalan, 3 ni birinchisi, buni 3 ni uchinchisi dedim. Ikkalasi bir-biriga ko'paytirilgandan keyin darajalar qo'shilib 3 ni to'rtinchisini hosil qilib beradimi bizga? 3 ni birinchisi bilan 3 ni uchinchisi deb ikkita ko'paytuvchiga ajratib oldim. Ya'ni A ga bittasini, B ga bittasini berdim. Endi E kubda men nimani bajarardim? E kubda esimizda bo'lsa agar bir-birida qatnashgan ko'paytuvchilarni darajasi kichkinasi olinardi. Ya'ni masalan 3 ni birinchisi, 2 ni birinchisi, bu yoqda 3 ni to'rtinchisi, 2 ni yettinchisi turgan bo'lsa, biz E kubini olayotgan paytimiz kichkinasini olib ketardik. Endi shunaqa qilib yozadigan bo'lsam, 3 ni birinchisini olaman. Menga maksimal degan. Maksimal degan uchun mana bu ikkalasi ham imkoni boricha katta bo'lishi kerak. Bittasi katta, bittasi kichkina bo'lib qolsa to'g'ri kelmaydi bizga hozir. Keyinlar shuni o'zgartiraydi. Mana shu holatda men 3 ni birinchisini olishim kerak. Mana bunday qilsam-chi men 3 ni ikkinchisi, bunga ham 3 ni ikkinchisi desam, bir-biriga ko'paytirilsa darajalar qo'shilib qaytib 3 ni to'rtinchisini beradi. Ikkalasi ham bir xil bo'lgani uchun bittasini olaman. Ya'ni 3 ni ikkinchisini olaman. Boya 3 ni birinchisini olayotgandim. Kattardi bu. Tushundim nima qilish kerakligini. Demak, daraja qancha katta bo'ladigan bo'lsa yoki daraja necha bo'ladigan bo'lsa, o'shani imkoni boricha teng ikkitaga ajratib qo'yishim kerak. A ga ham, B ga ham. 5 ni ikkinchisi. Bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta yozaman. Bittasiga yozib, bittasiga yozmasligim ham mumkin, lekin E kubni olayotgan paytim 1 bo'lib ketadi o'sha payt. Bu yoqda endi 7 ni uchinchisi, daraja toq. 1,5 qilib bo'la olmayman. O'shaning uchun majbur bittasiga 7 ni ikkinchisi, bittasiga 7 ni birinchisi deb qo'yaveraman. 11 o'zi bir dona. Xohlasam A ga yozib qo'yaman 11 ni, xohlasam B ga yozib qo'yaman. Ahamiyatsiz. Bir-biriga ko'paytirsam, baribir shu narsaga qaytib keladi. Endi mana shuni hisoblaydigan bo'lsak, aniqroq aytganda mana shu ikkita ifodani E kubini hisoblaydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Ya'ni E kubi eng katta bo'ladi. Chunki hozir men buni ichidan bittasini 5 ni olib tashlab, buni o'ziga 5 ni ikkinchisi deb qo'ysam ham bo'lardi, lekin 5 ishtirok etmay qolardi. Menda hozir imkoni boricha hamma son ishtirok etadi. E kub eng katta qiymatga erishadi. Ikkalasida ham bir xil 3 ni ikkinchisi bor, o'sha 3 ni ikkinchisini olaman. Ikkalasida ham bir xil 5 ni birinchisi bor, o'sha 5 ni birinchisini olaman. Ikkalasida 7 lar bor, bittasida 7 ni ikkinchisi, bittasida 7 ni birinchisi. E kubda men eng kichkinasini olishim kerak, 7 ni birinchisi bo'ladi. 11 bittasida bor, bittasida yo'q. Uni olmayman. Demak, mana shu ifodani hisoblasam, javobga erishar ekanman men. 3 ni ikkinchisi 9, 5 kere 7 35 edi bir paytlar. Ko'paytiradigan bo'lsak, nechi bo'lardi? 3 kere 7. 3 kere 9. 270 qo'shilgan 9 kere 5 45. 315 degan javob chiqarganimizda. Bo'ldi.